Salom hammaga, sizlar bilan Turdiyev Nodirbek. Mavzu: ta'limda web kontentni yaratish uchun dasturiy vositalar. Reja. Birinchi reja web kontentning yaratishning ta'limda ahamiyati. Ikkinchi reja web kontent yaratishda ko'proq foydalanilgan platformalar. Uchinchi reja web kontentni yaratish uchun dasturiy vositalar. Web kontentni yaratishning ta'limda ahamiyati. Web kontentni olishda ta'limdagi ahamiyati bugungi kunda nazorat ortib, tekshiruvi ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan unumli yo'naltirish, ayniqsa web kontent orqali yordam berish o'quvchilarning o'zlashtirish uchun zarur bo'lishi. Web kontent ko'p vaqtda multimedia tekshiruvi, rasmlar, video, animatsiyalar va infografikalar orqali boyitiladi. Bu esa murakkab tarkibning oddiy va tushunarli tarzda ishlab chiqariladi. Vizual kontent o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladi, eslab qolish jarayonini osonlashtirish va mazmunni qiziqarli qiladi. Yana bir muhim jihat, web kontent orqali o'quvchilar faol ishtirokchi bo'ladi. Masalan, interaktiv testlar, onlayn platformalar yoki sharh qoldirish bilan bevosita aloqa o'rnatish, fikr almashish va muhokamalar orqali chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Bundan o'qituvchilar uchun ham web kontentga o'z kasbiy yordamini olish bilan bilim va yordamini keng auditoriyaga yetkazish imkonini beradi. Ular o'z darslarini blogerlar, veb-saytlar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali baham ko'rib, boshqa o'qituvchilar bilan tajriba almasha oladi. Xulosa qilib, web kontentni yo'lga qo'yish va undan ta'limda jo'natish zamonaviy o'quv jarayonlarining ajralmas qismiga aylantiriladi. Bu o'quvchilarning bilim olish bo'lgan yukini olish ta'limda yanada interaktiv va qulay qiladi. Ta'limni yanada samarali va interaktiv qilishda web kontentning roli o'qituvchilarga va talabalar uchun onlayn materiallar yaratish va taqdim etishning foydalari. Web kontentni yaratishning asosiy maqsadi o'quvchilarni jalb qilish, motivatsiya berish va ta'limni qulaylashtirish. Web kontentni yaratishda foydalaniladigan dasturiy vositalar. Web kontent yaratishda ko'proq foydalanilgan platformalar. Web kontent yaratishda ko'proq platformalar mavjud bo'lib, ular har bir foydalanuvchilarning ehtiyojlariga mos keladi. Ushbu platformalar ta'lim, biznes, shaxsiy blogerlar yoki onlayn do'konlar yaratish kabi turli maqsadlar uchun keng foydalaniladi. WordPress platformasi eng mashhur va keng tarqalgan veb-sayt va blog yaratish vositalaridan biri. Bu platformalarning asosiy afzalligi shundaki, ular oson sozlanadi va kengaytiriladi. WordPress foydalanuvchilarning turli mavzular va pluginlar orqali o'z saytlarini yaratish imkonini beradi. Ta'limda esa o'qituvchilar va talabalar turli xil materiallarni, maqolalarni, video darslarni joylashtirish mumkin. Buning ustiga WordPress qidiruv tizimini optimallashtirish uchun juda qulay. Bu esa web kontentning internetda ko'proq o'quvchi yoki auditoriyaga yetib borishini ta'minlaydi. Shuningdek, Blogger va Medium kabi platformalar ham keng tarqalgan. Blogger Google tomonidan taqdim etilgan bepul platformadir va asosan blog yuritish uchun ishlatiladi. Medium esa o'zining professional va keng o'quvchi auditoriyasiga ega bo'lib, ko'plab yozuvchilar va jurnalistlar uchun ideal platformadir. Web kontent yaratish uchun mavjud bo'lgan bu platformalar o'quvchilarga, ta'lim tashkilotlariga va bizneslarga o'z materiallarini keng auditoriyalarga yetkazish imkonini beradi. Har bir platformalarning o'ziga xos afzalliklari va foydalanish osonliklari mavjud bo'lib, ular foydalanuvchilarning maqsadlariga mos ravishda tanlanadi.
Web kontentni yaratish uchun dasturiy vositalar. Web kontentni yaratish uchun ko'plab dasturiy vositalar mavjud bo'lib, ular foydalanuvchilarga turli xil formatlarda, masalan, matn, rasm, video, animatsiya va interaktiv elementlar yaratish imkonini beradi. Bu vositalar orqali nafaqat kontent yaratish, balki ularni tahlillash, optimallashtirish va qo'llab-quvvatlash ham amalga oshiriladi. Adobe Creative Cloud to'plami va web kontent yaratishda keng tarqalgan vosita hisoblanadi. Ushbu paketda bir nechta professional dasturlar mavjud. Masalan, Photoshop, rasm va grafikalarni yaratish, Premiere Pro, video montaj, effekts, animatsiya va vizual effektlar, Adobe XD, veb-saytlar va mobil ilovalar dizaynlarini yaratish, ta'limda va marketinglarda, shuningdek blogerlar yoki onlayn do'konlar yaratish Adobe dasturi juda samarali. Canva bu yerda bir juda mashhur va foydalanuvchilar uchun qulay vositadir. Canva yordamida foydalanuvchilar o'zining dizaynlarini tez va oson yaratishlari mumkin. Platformalar turli xil shablonlar, rasmlar, infografikalar, e'lonlar, postlar va boshqa grafiklar yaratish imkonini beradi. Canva asosan o'quvchilar va blogerlar va kichik dizaynlar egalari uchun juda yaxshi vosita hisoblanadi, chunki u grafik dizayn osonlashtiriladi va kodlash bilmasdan ishlatish mumkin. Bundan tashqari, Canva orqali tayyorlangan materiallar mavjud ijtimoiy tarmoqlarda yoki veb-saytlar uchun tez joylashtirish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Turdiyev Nodirbek bo'ldi.